Mana shu Xitoyda mana ko'rmaganlar uchun ma'lumot, mana bitta, ikkita 120 kilovatlik elektromobil zaryadlash qurilmasida, ikkitada, mana yerda 8 ta bor hozir. Shu sizlarga bitta rashat olishni tushuntirib ketaman qisqacha ma'lumot. Uchinchisi 10 ta. Aha. 120 kilovatga 10 tasi 1200 kilovat bo'ladi. 100% quvvatda ishlasa. Lekin 100% quvvatda ishlamaydi hech qachon. Chunki Leboy elektromobil hech qachon 0 bo'lib kelmaydi. 10 tadan bittasi yo 20 tadan bittasi shunaqa kelmasa, kamida 30-40% zaryaddan keladi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun bu 1200 kilovat umumiy nagruzkasi bo'ladigan bo'lsa, bunga nechtalik transformator qo'yish kerak? Umuman aytganda nechtalik transformator qo'yilgan? Kimga qiziq bo'lsa, video oxirigacha ko'rtirlik, ko'ramiz bor. Ketdik. Endi ungacha mana Xitoyda ham defektlar bor ekan. Men ko'rsataman bittasi. Mana. Mana bitta bor, bittasi mana. Birinchi defekt. Pashta hammasi bor ekan. Ko'p ishlatilgani uchunmikina? Yaxshi qo'shni qilinmagani uchun deyapsiz. Mana ikkinchisi. Mana. Bu ehtiyot bo'ling. Ertaga kiyadi bu. Ya, mana bitta baribir bunaqa qilish yaxshi emas. Bu kamroq ishlagan ekan, salafani bilan turibdi. Bunisi ham neto. Qayilishlari. Keyin mana shu zaryadga qo'yadiganlar shunaqa joyga e'tibor qilishsa, zaryadni tugatib shart olib tiqib yuborishmasin. Chunki kak bu ochilib turgan bo'lsa, tiqqan payt nagruzkada bang'illab ketishi ham mumkin. Chunki hamma elektrik emas-ku bu yoqqa keladi. To'ppa-to'g'ri. Mana bunda ham shunaqa. Ha, hammasida defekt. Quralib yetib kelib yotibdi o'zi. Bu tomonda shunaqa. Pashta hammasi. Mana bu вообще. Qo'yib qo'ygan bo'lgan. Qo'y. Endi eng qiziq joyi transformator mana shu 10 ta 120 kVlik elektromobil stansiyasiga quvvatiga qancha transformator qo'yilgan? Ketdi. Qani? Nechtalik? Nechtalik topdinglarmi? Taxmin qilib turinglarchi. 12 kilovoltda ishlaydi, 0 chiqarib beradi. Og'irligi 6800 kg, 50 Hz da 800 kVlik transformator. 800 kV degani 800 kilovat degani emas. 12 kilovoltli liniya bo'lgani uchun 0.9 ga ko'paytiramiz. O'shanda bir 750-700 kilovatdan oshiqroq nagruzkaga turib beradi. 1200 to'liqqa turib bera olmaydi. 70-60% olinadi, chunki hamma elektromobillar bu yerga 0 bilan kelmaydi. Kamida 30-40% kelganda, hammasi baravar ishlaganda, ikkitadan elektromobil ulanganda ham bemalol yetib beradi. Endi yana bitta sizlarga fishka, mana shu transformator bo'yicha kechagina video qo'ydim, hozir yana post qo'yamiz, xudo xohlasa ko'rib turasizlar. Eshigini kelib, ashibishni kimdir ochib yuboradigan bo'lsa, konspektlar qo'yilgan, ochishinglar bilan noto'g'ri foydalanilgani uchun transformator sirasi o'chib qoladi. Shunaqa sistema qilingan. Bu qayerda bu? Insonning hayoti xavfsizligi birinchi o'rinda. Qayerdamiz hozir aka? Xitoydamiz. Xitoydamiz, mana Xitoycha yozildi. Mana. So'z isboti bilan Xitoy bizda o'zi bizning elektr sxemasida, elektr texnika sohasini o'zida bitta narsa borda, bu elektr toki. Na tili yo'q, na hidi yo'q, na boshqasi yo'q. Yana bitta joyi bor, bu til tanlanmaydi. Kevyapmiz, ko'ryapmiz, tushunyapmiz, hammasi xitoycha bo'lmasa. Bizda sifralar, hierogliflar ana qilinyapti. Ishlayapti deydimi, nima deydi? Biz tushunganligimiz uchun mana sira 8 kV nima cho'kichimi hammasini bilib olamiz. Terminlar, dispetcherskiy naminamani terminlar. Mana shu texnik pasporti hamma millatga, yer yuzidagi hamma millat tushunadigan qilib yozilgan. to'ppa-to'g'ri. Xitoyda, Koreyada, bizda, O'rta Osiyo, Sredney Aziyada 50 Hz, faqat Yaponiyada 60 Hz bor ekan. 60 Hz bo'lgandan keyin transformatorda 220 chiqmaydi, 127 volt chiqadi. Chunki Hz katta. U Hz nima degani bo'lsa, bizda tebranish. Chastota tebranish, oddiy qilib aytganda, ya'ni GES bor, elektrodvigatellar, generatorlar bor. Generatorlar mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirib beruvchi elektr qurilma hisoblansa, o'sha 3600 marta aylanadi 1 minutda. Ya'ni 1 sekundda 60 marta aylanadi degani. 60 marta degani 60 Hz degani, 60 marta tebranadi degani. Kichkina ma'lumot. Ma'lumotda elektromobil stansiyasi qo'yuvchilarga, rashod ololmaydiganlarga, xavfsizlikka qaramaydiganlar uchun tashab qo'yasizlar. Ha, biznes qilmoqchi bo'lganlarga ham bu ma'lumot bo'lib ketdi-da. Hozir ana shu elektromobil zaryadkasini qo'yaman deganlar uchun. Ha, ketdik deyapti. Xullas
Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri reportajni sizlarga olib bordik. Просто bu narsalar случайный bo'lganligi Ha. uchun bu okam bilan hozir yo'lga chiqib ketganimiz uchun bistreda olib zaryadga qilyaptilar. Ha. Endi ko'p ham tavsiya qilmaymiz. To'g'ri. Xitoyda bo'lsak ham, Amerikada bo'lsak ham. Mana kelayotgan transformator liniyasini simlari qorong'ida olish qiyin bo'lyapti. Mana qaranglar qanaqa. Akkuratni olib kelishgan. Xo'p. Bratan, nihao deb qo'ying. Nihao. Aha. Bo'ldi. Esdalik bo'lib qoladi. Ha, подписчикlar, nihao. Nihao. Xullas sizlar uchun Xitoylikdan salom bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan zo'rlarini keyingi videolarda qo'yamiz. Salomat bo'linglar.